2026 yilgi Renault Koleos bu zamonaviylik, qulaylik va kuchni o'zida mujassam etgan yangi avlod krossoveridir. Yangi model Renault kompaniyasining dizayn falsafasini to'liq aks ettirib, yanada jozibador tashqi ko'rinish, ilg'or texnologiyalar va samarali dvigatel tizimi bilan ajralib turadi. Avvalo, 2026 yilgi Renault Koleos tashqi ko'rinishi bilan e'tiborni tortadi. Katta radiator panjarasi, LED matri faralar va aerodinamik chiziqlar avtomobilga sportchi va hashamatli ko'rinish beradi. Orqa tomondagi yangi LED chiroqlar esa avtomobilning zamonaviyligini yanada oshiradi. Crossoverning umumiy shakli baland bo'lishiga qaramay, silliq chiziqlari tufayli u yo'lda juda ishonchli ko'rinadi. Salon ichiga kirganingizda esa yuqori sifatli materiallar, keng joy va ilg'or texnologiyalar sizni kutib oladi. Markazda joylashgan 12 dyumli sensorli multimedia ekrani Renaultning yangi OpenLink tizimi bilan jihozlangan bo'lib, Google xizmatlari bilan to'liq integratsiyalashgan. Haydovchi uchun 25 dyumli raqamli asboblar paneli mavjud bo'lib, u haydovchining xohishiga ko'ra sozlanadi. Koleos modeli har doim o'zining qulayligi bilan ajralib turgan. 2026 yilda bu jihat yanada takomillashtirildi. Oldi va orqa o'rindiqlar isitish, sovutish va massaj funksiyalariga ega. Panoramik tom oynasi esa ichki muhitni yanada yorqin va keng qiladi. Texnik jihatdan yangi Renault Koleos turli xil dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Asosiy versiyada 1.6 gibrid tizim mavjud bo'lib, u 200 ot kuchigacha quvvat beradi va yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. To'liq g'ildirakdan tortish tizimi esa avtomobilni har qanday yo'l sharoitida barqaror harakatlanishini ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari jihatidan ham Renault Koleos o'z sinfida yetakchilardan biridir. Avtomobil ADAS 2.0 ilg'or haydovchiga yordam tizimlari bilan jihozlangan. Avtomatik to'qnashuvni oldini olish, adaptiv kruz nazorati, chiziqdan chiqishni ogohlantirish va avtomatik park qilish kabi funksiyalar mavjud. Yangi Koleos Renault uchun muhim model bo'lib, u o'zining hashamatli, kuchli va texnologik jihatdan ilg'or ko'rinishi bilan premium crossoverlar orasida mustahkam o'rin egallaydi. Umuman olganda, 2026 yilgi Renault Koleos bu zamonaviy hayot uslubiga mos, qulaylik, ishonchlilik va go'zallikni birlashtirgan avtomobil bo'lib, u oilaviy sayohatlar, kundalik hayot va uzoq safarlar uchun mukammal tanlovdir.